Voy, nima? Fitnessga chiqsam qachok bo'lib ketamanmi? Men qachokka o'xshaymanmi? Agar siz ham shu fikrda bo'lsangiz, mutlaqo adashasiz. Yo'q, aziz ayollar, zalga chiqsangiz qachok bo'lib ketmaysiz. Birinchidan, bu sizni sog'lig'ingizga juda katta foyda. Ikkinchidan, ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz. Uchinchidan, go'zal qomatga ega bo'lasiz. Agar siz muskullarim chiqib ketib, qachok bo'lib ishib ketaman deb o'ylasangiz, zalga qatnaydigan erkaklarimizga e'tibor berishimiz kerak. Bu erkaklarimiz yillar mobaynida zalga qatnashadi. Har xil proteinlar ichishadi, ukollar qilishadi, steroidlar ichishadi, silovoy nagruzka toshli bilan ishlashadi. O'shanaqa bisepslarni chiqarish uchun. Siz aziz ayollar, unaqa fitnessda mashqlar qilmaysiz. Agar sizda fitness haqida savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz keyingi reelslarimizda savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Like bosishni unutmang.